Takabbur Malika. Tayyorlovchi Mahinur Uyg'ur. Burungi zamonda bir podshoh bo'lib, uning oy desa oy emas, kun desa kun emas, intayin chiroyli bir qizi bor ekan. Malika bo'yga yetib, ko'zga ko'ringanda taraf-tarafdan loyiq chiqib, qo'lig'ini tinjimaydigan bo'pti. Lekin Malika loyiqlarning birini uruq, birini semiz, birini pakar deb ayib qo'yib, yondirib etdi ekan. Shunda qilib uning siniqidan hech kim o'tolmay, ko'p yillar o'tib ketibdi. Kunlarning birida podshoh qizining vaqti to'shib ketayotganligidan ansirab, uni oldiga chaqirtibdi. "Qizim, men qirib qoldim", debdi podshoh. "Ko'zimning o'chqida otliq farzimni ado qilib etsam deyman. Har qanday maqsad muddaoying bo'lsa aytgin." "Ay jinim dada", debdi qiz. "Mendek go'zalni bu iqlimda emas, 7 iqlimning hech qaysida hech kim ko'rmagan. Men yer yuzida texi o'z tangdishimni uchratmadim. Qachon tangdish tepilsa, o'zimga qubul ko'raman." "Undaq bo'lsa", debdi podshoh qizining ko'nglidagini tushunib. "Sen dunyoda hech bir tangdishi yo'q narsani izdemoqchi bo'lsang, kunning oldiga berib, uningga elchi bo'lib boqqin." Qiz dadasining maslahati bilan kunning oldiga berib, "Hay kun" debdi ko'rangib. "Jimi olamda sen va meningdek tangdishi yo'qlarni uchratmadim. Seni hammadan ortiq va chiroyli bilib, o'zimga loyiq ko'rdim. Agar sen ixtiyor qilsang, ikkimiz umrlik yo'ldosh bo'lsak deyman." Quyosh qizga qarab kulib qo'yibdi-da, "Rahmat Malikam, biroq meningmi o'zimga loyiq bir kamchilikim bor. Mening chiroyli yuzim sizga arzigan bilan, shu chiroyli yuzimni ba'zida bulut to'sib oladi. U chaqda men sizga arzimay qolaman. Shunga mendan ortiqroq bulutning yeniga berib, shuningga teksangiz o'ptarnaq bo'larmikin" debdi. Malika bulutning oldiga berib, o'z orzusini aytibdi. "Ey aqlliq Malikam", debdi bulut. "Mendan ortiq turadigan shamol bor. U meni xohlagan yerga uchirib ketalaydi. Shunga men xizmatingizni yaxshi ado qila olmayman. Siz berib shamolga teksangiz qandoq bo'lar ekan?" Malika bu yerdan noumid bo'lib, shamolning oldiga beribdi. "Men", debdi shamol qizning savoliga javoban. "Tog'mu-tog'lardan eshib, o'y cho'nqurlarda kezib yurganim bilan bir askitamg'imi chamam yetmaydi. Askitam meningdan kuchlikroq. Siz shuningga aytib baqsangiz." Malika mayuslangan holda askitamning yeniga berib, uningga ahvolni bayon qilibdi. "Rahmat Malikam", debdi askitam. "Men shamolni qo'rqitganim bilan choshqondan bekroq qo'rqaman. U mening ostimga kelib, beqinlarimni g'ajilab, jinimga orom bermaydi. Siz berib shuningga teging." Malika berib choshqonga iltimos qilibdi. Choshqon uyon-buyon qarab etib, asta pichirlab mundoq debdi. "Jimi olamning kuchligi mushukdan qo'rqmayman. Xudoga shukr, bir ikki ig'iz o'yim bor. Sirtqa beshimni chiqarmay turib, to'yning tayyorgarligini qila olayman", deb rozilik bildiribdi. Shuning bilan Malika shamol o'tmaydigan askitamning xo'jayini Choshqonning mehmonxonasida o'y o'choqliq bo'lib qopdi.